O'zimni tadbirkor akalarim uyda bekor o'tirmayman deb mana banandan qoqsangiz bo'ladi. Apelsin, kivi, nok, olma, o'rik, sliva, hattoki qovundan ham qoqib soqa qilaman deyotganlar uchun sushilkalarimiz bor. Video davomida aniq ma'lumot berganmiz. Boshladik. Hurmatli do'stlar, biz bugun Andijondamiz. Sababi sizlarga har doim neobычный bizneslar bilan sushilkada meva quritib sotish. Xohlagan mevani quritib sotsang bo'ladi. Bananimiz bor, kivi bor, apelsin, mandarin, olma, mana nima? Sliva bor. Slivalarimiz bor. Xullas, o'rik qoqi, o'rik qoqilarimiz bor mana. O'rik qoqilari ham bitta sifatini ko'rib turasizlar. Cho'tka qilib quritib beradi. Olmani ham mana shunaqa chips qilib sotishyapti. Bo'stonda kimga kerak bo'lsa, yasab berishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asha Andijonlik Islom akamiz. Kimga kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Agar buni to'liq ma'lumotini bersangiz, men banan qoqidan yeb turaman ungacha. Xo'p, bu aparatimiz bundan oldingi videoda ham qilib bergansiz, kattaroq aparatimiz bor edi, 1 tonnalik, uni sotdik. Xo'p, bunimiz to'liq 100% nержавейкада bo'lgan. Ichki sig'imi 1 kubada hisoblaganda. Xo'p, bunda ham xuddi shunaqa aqlli shiti bor, issiqlik, namlik, timer datchiklari bor. O'zi bemalol o'zini nazorat qiladi. Kilovatga keladigan bo'lsa, tok sarfi soatiga 6 kilovat, 4,5 kilovatlik tenti bor, 1,5 kilovat motoriga hisob-kitob qilingan. Xo'p, bunda quritish mumkin bo'lgan mevalarda farqi yo'q. Sabzavot, meva, hattoki dori ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ham bundan sotib xarid qilib ishlatishyapti. Giyohlarni quritib boshqa qilib. Endi hozir sizlar kelishinglarga ozgina 5-6 xil mevadan mana bu tayyorlab nima qilib qo'yganman. O'zi aslida biz mana bu olma chips ishlab chiqaramiz, qadolab sotamiz. Buni mana bananli, mana bu qovunli mana. Qovunni ham qovun, mana shu qovun qoqi. Qovundan qoqi do'stlar. Hozir mana qovun sezoni, sliva sezoni. Bu nok, apelsin. Xullas har bir mevani o'zini me'yorida quritib, mana sifatini ham ko'ring. Aka, qoraytirib yubormagan, boshqa qilmagan. Jvachkada qatam kelyapti. Shunday. Mazami, ta'mi yaxshimi? Ta'mi o'ta undan. Xo'p, bu aparatimizni ko'pchilik endi qoqiga so'rashyapti telefonda. O'rik qoqini sig'imi bunga 120 kilodan 150 kilogacha sig'adi. Sliva ham xuddi shunaqa. Xo'p, olmalarda agar boshqa mevalarni chips holatda quritamiz desak, undan kamroq sig'ishi mumkin, chunki buni yuqoriroq qilib to'rg'aladi. Damashni uyga qo'yib, kimdir uyda 5-6 sotik yerida bog'i bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'zini bemalol mevalarni quritib, qo'ni qo'shnidan olib ham uyda quritib sotsa bo'ladi, chunki bu 220 ga ishlaydi. 220 ga? 220 ga ishlaydi. Zo'r. Buni serilni ishlab chiqarish yo'lga qo'yapmiz. Xudo xolasa biz endi hozir ishlab chiqarish unaqa ko'p bo'lmadi. Chunki bu sushilka biznesini ichida men oldin bir 2 yil yurdim, o'rgandim, boshqa qildim. Oxiri shu variantga keldikki, gigiyena tomondan, keyin sifat tomonidan optimal bitta variantga to'xtamagunimizcha bu narsani ishlab chiqarmadik. Sinov bo'lib, oxiri mana shu variantga keldik. Buni xohlagan ob'yomda qilib berishimiz mumkin. Xohlagan. Katta kichik farqi yo'q. Hozir eng kattasi nechaga 5 tonnagacha qilib berishim mumkin. 5 tonnagacha. 5 tonnagacha bitta sushilka ichiga 5 tonna mahsulot keladigan holatga olib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas do'stlar, sushilka masalasida Islom akaga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Leboy variantda qilib berishlarga xudo qolsa. 220 voltga necha kubigacha, necha kilogacha ishlatsa bo'ladi? 220 voltga. 500 kilogacha 220 gacha qilib bera olamiz. 500 kilo mahsulot sig'adigan holatda. Uni u yog'iga 380 qilmaslik bo'lmaydi, chunki templari bor, ko'tarilmaydi. Gradusni ko'tarib berish kerak. Xullas do'stlar, 500 kilogacha bo'lgan uy sharoitida oilaviy biznes qilaman deganlarga 220 voltligi bor ekan. Buni narxi qancha? 1 kuba deyapsiz-a buni? Bu 1 kuba, buni tan narxi o'zi qimmat bitgan hisobiga $3000 ga hisob chiqardik, narx chiqardik. Chunki agar buni alyuminiy listda korpus qiladigan bo'lsak, sal arzonroq bitishi mumkin. Bu to'liq 100% nержавейкада bo'lgani uchun $3000 ga hisob chiqyapti. $3000 qilib beramiz. Agar kimgadir bu ma'qul bo'lsa, shu agar yo'q menga korpusini alyuminiydan qilib bering yo boshqa cho'rni metalldan qilib bering tashqi ko'rinishini desa, unda narxini sal arzonroq qilib beradi. Tushunarli. Demak, komplektda $3000 da listlari hamma narsasi 30 ta patnisi bo'ladi. 30 ta. Mana shu turishi, mana aqlli shiti bo'ladi. Mana shu holatdan qilib beramiz. Atak mana bu imенно sushilkamiz ikkita bor, hozir nari ichida.
agar kimgadir qiziq bo'lsa hozir dalillarni zakaz bersa shuni yetkazib berishimiz mumkin. Ha, hozirda ichida ikkita turibdi. Nal ichida mana mana shu meyvalar mana shunda quritildi. Sinov tariqasida quritildi. Issiq. Buni solish jarayonini ham videosini sizlarga qo'yib beramiz. Bor. Solayotgan jarayonda ham video olib qo'yishgan ekan. Xo'p. 500 kilodan u yog'i 380 volт deyapsiz. 5 tonnagacha ketaveradi. Misol uchun 1 tonnaligi qanchaga bitadi? 380. Ha, mana 1 tonnaligi o'tgan safar birga qilgan videoyimizda 10 ming dollarga sotildi. 10 ming dollarga sotildi. Undan tashqari yana ikkitasi tayyor bo'lyapti ekan. Xudo xohlasa uni ham video qilamiz. Chaqiraman, uni ham obzor qilib berasiz. Maqsad bu yerda nima? Imенно bu narsani sizni videoga chiqarib sotish emas, maqsad auditoriyaga yetkazish. Qidirib yurgan ko'p aka buni. Ha, Xudoga shu zakazimiz yetarli bu narsada, lekin qidirib yurganlar, so'rayotganlar bor, shularga to'liqroq ma'lumot sifatida sizni chaqirib video qilib nima qilib qo'yadi degan. O'zi obunachilarimiz doim sizga odamlar qidirib yuradi aka. Kam bo'lishmasa, o'zi uyda teg o'tirmasdan bir 3 so'm pulni оборот qilay degan odamlarda o'zi eng zo'r tadbirkorlar shular bo'ladi. Aslida. Tushunarli. Xullas do'stlar, uyda bemalol ish qilsa bo'laveradi. Bu akamizda bu qanaqa quritish texnologiyasi, gradus qancha hammasini aytasiz, ha? O'rgatib qo'yamiz. Bizni olib ketib to'kka suqib ish qilaveradi. Ha, shunaqa. Даже o'zimiz borib uyimizdan ham bera olamiz. Ha. Dastlabkani ham yo'l kirasini masalan qilsa, men o'zim borib, o'rnatib yurgizib, texnologiyasini o'rgatib ishga solib beraman. Mana buni qo'lda emas, apparatda to'rg'aydi, olmanikin, ha? Buni yo'q, asli o'zi uy sharoitida qirg'ichlar bor. Pichog'ini nejavekalik qildirib to'rg'asa sifatli bir xilda chiqadi, lekin pichoqda to'rg'alsa ham bo'laveradi. Mana shular ham pichoqda to'rg'asa xuddi shunaqa chiqa oladi. Qovunlarimizda mana qo'lda pichoqda to'rg'algan. Zo'r. Lekin buni sezoni men bilishimcha aslida o'rik bilan slivaga. Ha, endi maqsadda katta ob'yom mashinada ketarkan-da. Endi bu sliva o'rik quritadiganlar yapti ochig'i 1 tonna, 2 tonna, 3 tonna katta oladi. Baribir uy sharoitida qilib o'tiradigan ayollar bor, boshqa bor, uylarini terib, solib, quritib bozorga olib chiqsa ham yaxshi pulga oladi. O'rik qopi hozir mana bozorda 50 ming so'mdan 40 ming atrofida, masalan. O'rik o'zi arzon aslida. Ha, yerman bitta bor. Bu yil masalan o'rik seroq bo'ldi. Masalan, quritib qo'ysa ham yaxshi pulga sotsa bo'ladi. Tushunarli. Bemalol o'zini o'zi qoplaydi. Xullas, do'stlar, kimga kerak bo'lsa, ekranda raqam bor. Ekranda raqam topilmayotganlarga men hozir kelib atayini yozdim. 91lik 174 41 17 deb. Mana shu raqamga ham qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ilyos akam, Islom akamizning telefon nomerlari. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling.